Ustalarimiz ishlashyapti. Bu yerda bir qator tikkasiga ketadi. Ikkinchi qator yotganiga ketadi. Ozgina zazor qoldirdim mana bu yerda. Bunisini yuvganda uni kirib o'sha teshikdan chiqib ketadi. Bunisi yoqmaydi. Xo'p, bunaqa reshinani nimaga qildik? Tomga chiqib egasini yuvishga xohishi yo'q. Shu yerda o'zidan hayvon qo'ytirib, karcherlari bor. Karcher bilan yuvib tashlashga mo'ljal qilib qo'yamiz. Uzunroq bir deslarni qo'ytiradilar. Qo'ralar 10 kW cho'tga Haymo Xon 650 dan qo'yamiz. Bolalar qotirishyapti. Videoni shu yerda o'zidan yozamiz. Kechroq hali yana tayyorni ham tashlaymiz. Bahorsi bugun bitib qolishi kerak. Zazimlenani svarka bilan bolt bilan qildik. O'tdan tushib turib mana ichiga qotirdik. O'ramni baqvat qilib transformatorga o'xshatib o'rab qotirib mana shu bilan qo'ydik. Kerak paytda ochib yana o'rab yoki bu yerdan olib olsalar ham yana bitta zazimlena bo'ladi. Nimaga kerak bo'lsa. Qo'ng'aruni hammasini. Shunga olib boramiz. Akkumulyatorni ham eng yaxshisini oldik. So'qi 100% bu degani yangi degani. 314 amper, 16 kilovatlik akkumulyator bu. Hozirgi paytda 56% toki bor. 5285 volt. Bir marta ishlatilgan, u ham zavod o'zida zaryad qilganini ko'rsatib turibdi. Svetnoy ekran sensorli. Hop. Совместимость invertorlarni почти hamma turi bilan chiqishar ekan. Grovatlar bilan, Mast bilan, Zeya bilan. Mast yaxshi firma dedinglar. Mast menga juda ham yoqmaydigan. Innovatlar normalniy. Hamma brenddagilar bilan chiqishar ekan. Vashitalarni o'rayini ko'p. BMX talik. Menga yoqqan narsasi buni hozir ko'rsataman. Mana 6 ta ichida issiqlik datchigi bor ekan. Qaysi bir temperaturasi oshib ketsa, polностью BMS o'chirib qo'yadi. Hozir ko'pincha kuzataman, BMS ikkita 3 ta bo'ladi. Nari borsa issiqlik datchigi akkumulyator boshi bilan o'rtasiga qo'yiladi. Bunda shu narsa 6 ta ekan. BMS o'zida bor, akkumulyatorlarda boshida, kirishida, chiqishida, o'rtasida qo'yilgan. Balanserlar ham mana ideal ishlayapti, hammasini bir tekis qilib qo'ygan. 16 ta ichaki hammasi bitta o'rinda turibdi. Og'irligi 120 kg. Yaxshi tegida g'ildiraklari bor. Bu ikkita g'ildirak aylanadi, bu ikkita faqat to'g'ri yuradi. Arabaga o'xshab bitar yuriladi. Lalolari yumshoq, prochni ko'taradi yukini bemalol. Yaxshi yuribdi. Qiynalayotgan joyi yo'q. Yili 25-yil, 6-oy, 13-yilda chiqqan ekan. Yangi akkumulyator. Ishimiz yakuniga yetdi. Akkumulyator lovamizni o'zi boshida qilishimiz kerak edi. Hozir